Bu videoda O'zbekistonda 90% akkauntlarda yo'q bo'lgan videozapisi 7-urveni haqida gaplashib o'tamiz va qanaqa qilib tez oson ko'tarish haqida o'rgatib o'taman. Hamma akkaunt chiroyini kubik va rangli bo'yga qarab baholaydi, lekin bulardan keyin akkaunt chiroyiga yana ham chiroy qo'shib beradigan narsa bu videozapis hisoblanadi. Bu videoda men sizlarga eng oson missiyalarni va eng qiyin missiyalarni, umuman bajarish nereal bo'lgan missiyalarni oson bajarib ketish haqidagi sirlarni tushuntirib, o'rgatib, ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu ekranda chiqib turgan missiyalarni alohida e'tibor berib bajarish shart emas, chunki bular prosta o'yinga kirib, oddiy o'ynab yurgan paytingizda ham avtomatik bajarilib ketiladigan missiyalar. Men bu ikkita missiyani birinchilardan bo'lib bajarishinglarni maslahat beraman, chunki bajarishi unchalik qiyin emas, lekin shunga yarasha juda ham zo'r nagradalar beradi. Bitta legendarniy Stardrop bilan 500 ta ochko и bunaqa missiyadan ikkita, ikkalovi ham unchalik qiyin emas. Birinchisida mana shu arena rejimida o'yinning o'rtasidan to oxirigacha 3 ta boss chiqadi общий. O'sha 3 ta bossni ham именно sizlarni komandanglar o'ldirish kerak bo'ladi. Ikkinchi missiyada bo'lsa, siz urveningiz necha bo'lishidan qat'iy nazar, dushmaningiz urveni siznikidan 5 ta katta bo'lishi kerak. Misol uchun sizniki birinchi urven bo'lsa, dushmaningizniki 6 bo'lishi kerak va o'sha dushmanni yutishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi bu mana shu min bo'lgan bayslarda 100 ta pobeda bo'lmagan bo'ladi. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta match qolib ketgan bo'ladi 100 ta pobeda bo'lishiga, lekin ahamiyat berishmaydi. Buni tez, oson qilib tashlash uchun unchalik bosh og'riq bo'lmasligi uchun mana shunaqa konkursning kartalarida qilib tashlashni maslahat beraman. Bu yoqda yutqizsangiz minus ham bermaydi, lekin yutsangiz pobeda missiyaga hisoblanadi. So awesome. Shunchaki 300 ta pobeda qilish kerak bo'lgan missiyalardan tashqari, naqd 18 ta bravlerimizda mana bunaqa qo'shimcha missiyalar bor. Va men sizlarga 18 tadan 8 tasini aynan mana shu videoda eng oson 8 talarini tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketaman. Negaki video davomida shuncha o'rgatgan uslublarim va mana shu 8 tasini missiyasini bajarib qo'ysangiz, bemalol video zapisi 7-urveniga yetib ortadi ham. Chesterda bitta giper ishlatilgan paytda ikkita ishlatishga uspet qilingan bo'lishi kerak va buni mana shu ekrandagi hamma kartalarda qilib chiqish kerak. Va bundan keyin ko'rsatadigan missiyalarimda ham hamma kartada bajarib chiqish kerak bo'ladi. Bulda 3 ta dushmanga ulti ishlatish kerak. Joyunda bitta matchda 10 ta jon to'ldirish kerak bo'ladi. Buni soloda qilayotganda zonani chetiga borib olib, o'sha yerda joninglarni kamaytirib, o'zinglarni ultinglardan to'ldirib, shunaqa qilib qilsanglar ancha oson bo'ladi. Edgarda bo'lsa, ikkita dushmanni 5 sekund ichida yutish kerak. Jekkida o'lmasdan turib 25,000 uronni olish kerak bo'ladi bitta matchda va buni Byron, Barry, Poco yokida shunga o'xshagan hilka qilib turadigan teammatelar bilan qilsangiz ancha oson bo'ladi. Leonda bir marta ham o'lmasdan 4 ta dushmanni ketma-ket yutish kerak. Shuncha qilingan mehnat uchun like, komment, podpiskani aymasdan bosib tashlaylar, hali bu boshlanishi. Chunki bu haftaning o'zida bundan tashqari yana ikkita katta video chiqadi va har kuni shorts qo'yilib boriladi. Xo'p, keyin short stream qilsa bo'ladi. Uning uchun 50 ta podpischik kerak ekan va 50 ta podpischik menimcha mana shu haftaning o'zida yig'ib tashlasa kerak deb o'ylayman. 50 ta podpischik yig'ilishi bilan short streamni qilishni ham boshlayman. U yoqda nimadirlarni afsusda yana qilamiz yokida kubik ko'tarishaman kimgadir. Xullas har xil narsalar qilamiz va Telegramga ham o'tib qo'yishlarini maslahat beraman. Ba'zida ikkita odamni bitta ulta bilan qotirib qo'yish kerak. Bu videoning eng oxirgi missiyasi va eng qiyin missiyasi bu Volta missiyasi hisoblanadi. Bu missiyani mana shu videodagi hamma maslahatlarni va videodagi tushuntirilgan missiyalarni bajarib bo'lgandan so'ng
qilishinglarni maslahat beraman, chunki bu eng oson missiyalarning orasidagi eng qiyin missiya hisoblanadi. Voltda urveni bo'ladi. Har bitta ulti ishlatgandan keyin uni urveni bittaga ko'payadi va aynan o'sha ko'payganda adashmasam 3 tami ulti ishlatgandan keyin max urveni bo'ladi. O'sha urveni imminni o'sha max urvenga chiqqanida 3 ta kill qilish kerak bo'ladi. Bu missiyani imminni nokaut kartadan boshqa hamma kartalarda bajarib chiqishinglarni maslahat beraman.